Hozir men sizlarga yana bitta narkomanning hayoti haqida gapirib beraman. Tungi soat 3. Tabiiyki hamma zakupini qilgan, uyga kelgan. Uyda hech kim bilan gaplashayotgani yo'q. Ayoli qiyshayib olgan, farzandlari undan qochadi. Ota-onasi bilan bo'lgan munosabatdan buzilishni boshlaydi. Lekin narkoman uyga kirib ketadi. Soat tungi 3. Tabiiyki u marafonda iste'mol qilishda davom etadi. Sekin eshigidan chiqadi. Ota-onam uxlayaptimikin yoki uyg'oqmikin degan o'y xayol bilan ota-onasining derazasini oldiga boradi. Hamda quloq soladi. Soat 3. Ota-onada bitta tashvish. Qachon odam bo'lar ekan? Bu yog'i endi nima bo'lar ekan? O'lib ketmasmikin mashq holatida? Oilasidan ajrashib ketmasmikin? Tuzalarmikin degan tashvish bilan soat tungi 3 da ham ota-ona uxlamagan bo'ladi. Haligi narkoman odam qo'lini o'rtasiga o'tib, osmonga qaraydi. Ey Alloh, menga yordam ber, meni bu yo'ldan chiqar, meni qutqar degan chuqur o'tinch bilan Allohga murojaat qiladi. Hamda o'sha paytda cho'nchagidagi trapikamintini olib, burniga sepadi. Chuqur nafas olib, yana orqasiga qaytib ketadi. Hozirgi kunda Allohning fazli bilan, marhamati bilan men sabab shu yo'ldan chiqib ketayotgan insonlar ko'p. Menga murojaat qiling, sababini birga qilamiz.